Sizda doimiy bosh og'rig'i, davleniya tushib ketishi, ko'proq yotish, charchoq qiynayotgan bo'lsa, sizda demak anemiya bor, ya'ni kamqonlik bor. Kamqonlikda omili 3 ta. Ichingizda parazit gijjalar nihoyatda ko'p bo'lib, bular tumshuqlari orqali sizni ichagingizdan qoningizni so'rayotgan bo'lsa, bunda qon rezko tushib ketadi. Ikkinchi sababi bu gemorroy. Tualetga o'tganingizda sizda orqa peshvodan qon kelayotgan bo'lsa, ichki qon ketish bo'layotgan bo'lsa, bunda ham qon rezko kamayib ketadi. Agar sizda boshqa ich qotish kasalliklari bo'lsa, davleniya ham tushib ketadi, ham qoningiz kamayib ketadi. Azizlar, sizdagi ana shu holatlarga batamom barham beruvchi mahsulotlarni tavsiya qilaman. Bu mahsulotlar mana zavodskoy juda chiroyli original holatda ishlangan. Bu uchala mahsulot sizdagi qon kamligini yo'qotadi, temir tanqisligi kamqonligini yo'qotib beradi, vitamin, minerallar yetishmasligi kamqonligini yo'qotib beradi. Hamda siz agar homiladorlik davrida ham qon kamayib ketayotgan bo'lsa, mana shularga ham yechim beradi. Ham gemorroydan ichki qon ketish bo'layotgan bo'lsa, bunga ham tabiiy yechim beradigan mana shu mahsulotlarni sizga tavsiya qilaman. Albatta buni olib ichib ko'ring, rezultatni ko'ring. Albatta bu mahsulotlarni mutaxassis maslahatlari bilan ichish kerak. Bu mutaxassislarga shu ekranda ko'rinib turgan telefonlarga qo'ng'iroq qilib bilishingiz mumkin. Azizlarim, hech qachon qoningiz kamaymasligi uchun albatta mana shu mahsulotlarni olib iste'mol qiling. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatni bepul qilib beramiz.